Sizlar bolalar, yaxshimisizlarmi? Meni ismim Selli. Bu mening yangi kanalim. Hozir biz bugungi videoda sizlarga o'zim qurgan Creeper'ni obzor qilib chiqaman. Mana qaranglar, ko'rib olinglar. Mana katta Creeper qurganman. Ko'zi nimaga yo'q desanglar, ko'zini o'xshatolmayapman. Shunga men hali beri ko'zini qurganim yo'q. Hozir ichini ko'rsataman sizlarga. Endi hozir o'zim qurgan Creeper'ni ichini ko'rsatsam. Mana sizlarga men ichini obzor qilishimdan oldin like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu meni birinchi videoyim. Qani hozir ko'rasizlar. Ichidan zombi chiqdi. Qorong'iroqda ichi, shunga Creeper bilan zombi chiqdi. Hozir birinchi xonasi, mana bunaqa xona. Bu yerda xohlagan narsalarim bor. Mana daraxt, qumlar, har xil, tosh. Mana ko'rib olinglar. Bu yerda har xil narsalar bor. Hamma narsasini qilganman. Mana yerdagi tuxumlarni qo'yganman. Hamma narsani qo'yib chiqqanman. Mana hamma joyida hamma narsasi bor. Hech qanaqa kerakli narsani o'zi yo'q bu yerda. Bu yerda yotoqxona 2 tami, 3 tami qurganman. Bu yerda narsalar solib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda ham sandiq rosa ko'p qo'yib tashlaganman. Shunga ichilarini to'ldira olmaganman mana. Bularda ichida yo'q. Bularda ham ichida yo'qda. Keyinroq qo'yaman. Agar bu joyda men anaqa video olishimni xohlasanglar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu yerda ham yotoqxona, bu yerda ham sandiqda hech balo yo'q. Hozir mana yerda ko'rsatsam. Bu ikkinchi kirish joyi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, bu yerda ham sandiqlarda ichida yo'q hech narsa. Bu yerda o'zim qo'yib qo'yganman. Mana bulardan xuddi shunaqa narsalar. Narigi zinapoyadan chiqishda ko'p narsa yo'q ekan. Keyin mashaq tarafiga qo'yib qo'ydim ko'pini. Mana bu yerda ham hech balo yo'q sandig'ida katta qilganimga. Bu yerda televizorni ko'rib o'tirsa bo'ladi. Maza qilib. Bu sandiqlarda ham hech nima yo'q. Tursangchi. Bet hali ham yo'q hech narsa. Betda o'zi qurganimga ancha bo'lgan. Betda moblar rosa ko'p foyda bo'lib qolyapti. Hamma joyiga fonar qo'yishga ulgurmayapman. Hamma qo'ysa bo'larmikan? Bu endi kavlamasdan bet oshxonasi, mana ham ovqatlarni qo'yish kerak. Qo'yibman betga. Har xil ovqatlar, pishmagan ovqat, sabzi, har xil narsalar bor. Betda xohlaganinglarcha ovqatni olib, o'zingizlar o'rtoqlaring bilanmi, mana shu yerda shunday o'tirasizlar, ovqatni yeb, keyin tepalarga chiqib ketaverasizlar. Hali beri joy tugagan yo'q, hali beri ancha joy bor. Mana yerda ham bu yerda o'zim shunchaki mashina qilib qo'yganman. Mana yerda anaqalar bor, sandiqlar, lekin ichida bitta narsa ham yo'q. Bu yerda nima edi? Bu yerda ham oshxona mana. Endi bu yerda anaqa emas. Endi mana yerda. Bu aynayni nimagadir qo'ygandim-da men. Og'ziga. Creeper og'ziga qo'yganman buni. Mana yerda ham joy bor. Chiqsa bo'ladi, hozirgi joy. Ikkita anaqa qilibman. Zinapoya. O'tirma. Bo'ldi, endi ketdik. Bu yerda narigi tarafga chiqamiz. Narigi tarafga emas, keyingi etajga. Mana bu yerda kompyuter xona. Unaqda bitta sandiq bor. Bu yerda boyliklar. Xohlaganinglarga o'tirib olib, shunda o'ynasanglar bo'ladi. Endi hozir keyingi qavatni ko'rsataman.
bitta ham hech qanaqa sandig'i yo'q. Qo'yib ketyapti. O'ltir. Obunachilar hozir sovza tushdimi zombidan? Lekin birargalaridan temir ham tushishi mumkin. Zombilarda mana bitta ham anaqa sandiqlarda ichida hech balo yo'q. Mana bu yerda omborxona xohlagan narsalarim bor mana. Dastaklar, narsalar, hamma narsa bor. Mana shu yerda ham mob paydo bo'lyapti shekilli. Keyingi etajga o'tamiz. Bu yerda ham yotoqxona, bet divanlari 2 qavatli. Mana yerda 3 tali divan, 2 qavat. Mana kursiyalar bo'ladi. Keyingi qavat bo'ldimi, tugadimikin? Hozir qarab ko'raman. Mana yerdan teshib o'tsam bo'ladi. Tugabdi shekilli menimcha. Tugabdi. Balkon qilishimni xohlasanglar, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Endi hozir buni olamiz. O'zi mana shu yashilni ochidan ham olib qo'yib qo'yaman deb turdim birarga joylarda. Qo'yolmadim, ulgurmayapman. Endi hozir nima qilsam bo'ladi? Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu mening yangi kanalim. Hozir bo'lmasam pastga tushib olib videoni yo'q. Bo'lmasam hozir obzorimni ko'rib oldinglar. Endi hammaga xayr, sizlar bilan yana men Karoljon bo'ldim.